Ta-ta-ta-tam! Распаковка chek. Qizlar, bugun men Faberlikdan nimalar oldim sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Ko'rib turganingizdek, bu sumka ham birinchi o'rinda aytib ketmoqchiman. Faberlik qizlar, bunga mana bunday qilib turib, biron narsa sovusayiz bo'ladi. Bunga sovusayiz bo'ladi yoki aytaylik, buni korzinka qilib turib, ichiga biron narsalar yoki aytaylik sochiqlar taklab turib, solib turib, o'zingiz burchakka qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bu ham zo'r narsa ekan. Men buni sumkaga o'xshatib qizlar ishlatyapman. Menga juda ham yoqdi. Qizlar, Faberlikdan nimalar oldim? Bugun sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Birinchi o'rinda ta-ta-ta-tam qizlar. Bu qizlar aromat atir qizlar. Vyetnamda yurganimda buni sherigimda bor ekanda. Prям hidi rosa ham yoqdi. Srazi kelib zakaz qildim buni. Keyingisi qizlar, keyingisi vau, bu вообще zo'r narsa. Bu gel qizlar. Gel. Oddiy gel emas qizlar. Faberlikda bilasizlar, portajur degan вообще dahshat aromati bor. Mana shu aromatda qizlar bu gel degan dushasi. Hidiga вообще gap yo'q. Вообще zo'r. Arzon qizlar, arzon. Atik 120 so'mga keladi, lekin zato prям zo'rda. Hidi вообще zo'rda. Bit ishlatgan odam повтор zakaz qilmasa qizlar, naqasini boshqa qo'yaman. Garantiyadan. Garantiya. Keyingisi qizlar вообще zo'r narsa. Keyingisi ham Refeni balzam qizlar. Prям kichkina qizlar yoki aytaylik yoshi katta opalar sochim tez chigal bo'lib ketadi deydi. Yoki aytaylik ozgina udobli o'tirib olay. Sochim tez chigal bo'lib ketadi deydi. Mana shu chigal qilmaslik yo'li bormi deganlarga qizlar shu balzamni qo'rqmasdan tavsiya qilasiz. Arzon qizlar, atigi 100 so'm keladi, zato buni ko'pgina ishlatadi. Gram ham ko'p bo'ladi. Buni qizlar ko'rganingizdek, rosa ham barakali bo'ladi. Sochda chigal qilmaydi. Ayniqsa yosh bolaga, katta yoshdagi ayollar uchun juda ham zo'r narsa. Shampundan keyin boshini yuvadi bunda. Keyingi mahsulotimiz qizlar, keyingisi ta-ta-ta-tam. Keyingisi bu qizlar ko'rib turganingizdek, balzam, krem tomon rasmi turibdi, lekin buni qizlar biz qo'lga surkasak bo'ladi. Men, например, qo'lim yorilganda qo'limga surkayman. Rosa ham zo'r, birpas effekt beradi. Buni ishlatganlar ham biladi. Buni kattasi ham bor, kichkinasi bor. Men barakali bo'lsin deb kattasini zakaz qilaman doim. Kichkinasi qizlar arzonroq yuradi. Bunisi 150 so'mga keladi, lekin zo'r narsa qizlar. Qayoqdagi amerikanskiy ekan, qayoqdagi tureyskiy ekan demasdan, atigi qizlar o'zimizni Faberlikdan mahsulotini olib ishlating, juda ham zo'r. Keyingisi ta-ta-ta-tam, bunisi qizlar krem cheska, ya'ni bu qizlar nijavikalarda, qizlar ko'ryapsizlar, mana rasmda ham ko'ringlar. Nijavikalarda qizlar yaltilatib qo'yadi. Abdastalar bormi? Abdastalar ham yaltilatib qo'yadigan mahsulotimiz qizlar. Bu ham juda ham zo'r. Keyingisi qizlar, rosa barakali, bitta o'xshaysiz uzoq ishlatasiz. Keyingisi qizlar, rosa ham kerakli, ayollarimiz uchun rosa ham kerakli bo'lgan mahsulotimiz bu skrab. Ko'ryapsiz, bu juda ham ko'p odam izlagan narsa. Hidi ham qizlar, приятный qizlar. Hidi ham rosa ham zo'r. Mana bu teri silliq bo'lsin, yumshoq bo'lsin degan ayollar bor-da. Bu teri, aytaylik, mana badan. Yumshoq bo'lsin, silliq bo'lsin degan qizlarimizga mana shu skrabni tavsiya qilaman qizlar. Prям zo'r, hidi ham zo'r qizlar. Haqiqatda terini yumshoq, silliq qilib qo'yadi. Keyingisi qizlar, keyingisi ta-ta-ta-tam. Bu eng kerakli ayollarimiz uchun eng kerakli mahsulot. Ya'ni oshxonada ko'pgina yuradigan, pishirib kuydir bilan tinmasdan shug'ullanadigan opalar, sizlar so'ysiz olishlaring shart. Nega deganingizda, bu yog'ni bir marta уже sepganingizdan keyin qilib chiqarib qo'yadi. Zo'r narsa bu. Bu qizlar Faberlikda oldinlari bor edi, lekin o'rtaga chiqmay qo'ygan, lekin hozir yana bizning bozorimizda, ya'ni bizning magazinimizda yana bor qizlar. Вообще zo'r narsa bu. Prям bir marta ishlatgan odam aniq bilaman xaridor bo'ladi. Keyingisi ta-ta-ta-tam. Keyingisi qizlar bu tonik. Qizlar bu arzon narsa qizlar. Arzon narsa mana aka. Gel bilan birgalikda mana aka. Bu gel qizlar. Bu tonik. Bunda bet yuvasiz. Bunda bet yuvgandan keyin terini tozalaysiz, ya'ni paxtaga tegizib betiz artib chiqasiz, keyin krem surkaysiz. Agar siz mana shu ikkalasini ishlatmagan bo'lsangiz, menman degan, manaman degan 20 ming, 30 minglik krem ishlatasiz, hech narsa ta'sir qilmaydi. Ishonasizmi? O'shuning uchun qizlar mana shu doim gel bilan tonikni birinchi ishlatasiz, keyin kremni ishlatasiz. Ya'ni bu narsa qizlar makiyajda yoki yuzga uxotda eng важный o'rinda tutadigan mahsulot hisoblanadi. Arzon, lekin rosa ham zo'r narsa bu. Bugungi qizlar pakuvka mana shulardan iborat qizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan